Heyo, hamma salom do'stlar. Sizlar bilan Bekso'z do'stlar. Bu sizlar bilan birgalikda yangi legendani ko'rib chiqamiz do'stlar. Xo'sh, yangi legenda, ya'ni yana o'sha W201 mashinasi Y190. Buni ko'p kishi, juda ham ko'p kishi W124 bilan almashtiradi. Kaban deydi, u deydi, bu deydi. Kaban ham boshqa, 124 ham boshqa, bu mashina ham boshqacha do'stlar. Hech qachon esingizdan chiqmasin do'stlar. Xo'sh, 124 da orqasi farq qiladi, oldi to'g'ri juda ham o'xshash. 140 ya'ni Kabanni ham oldi farq qiladi, orqasi farq qiladi, oldi juda o'xshash do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa biz boshlaymiz do'stlar videoni. Ko'rib turganingizdek, bu yangi legenda bo'ladi do'stlar. Emblemalar chizib qo'ydim, как chiroyli bo'lib turishi uchun. Keyin nomer, bunga hali nomer topganim yo'q. 667 toshni qo'ymoqchi edim. Tovda ya'ni uncha chiroyli turmadi, o'sha uchun bunga boshqa nomer qilamiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, diskasi AMG diskalardan, nomi nima edi do'stlar, shuni yozib qoldiringlar do'stlar. Diskani nomini topgan odamga kommentariyasini zakrepet qilib qo'yaman do'stlar. Xo'sh, rangi qizil deydi ko'p kishi. Bu qizil emas do'stlar, bardoviy rang do'stlar. Bu bardoviy deyiladi, ko'rib turganingizdek. Xo'sh, o'sha eski mersimni ustiga chizilgan bu, ya'ni eski mersimni yangicha holga keltirdim do'stlar. Bu endi yangi bo'ladi. Nastroykalarni o'zgartirilgan do'stlar. Kuchliroq nastroyka qilingan do'stlar. Xo'sh, bu plyonka qilingan, plyonkaning tagida Bravos turibdi. O'zi AMG qilib chizib qo'ydim do'stlar, ko'rib turganingizdek. Xo'sh, vixliplari oddiy 201 dakidan do'stlar, 190 201 dakidan do'stlar. Xo'sh, oddiy mashina do'stlar, uncha farq qilmaydi. Hozir ichiga o'tirib ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, 260 yozilgan. Lekin 260 dan ancha tez yuradi do'stlar. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, chetga o'xshab yuradi. Hozir zavod qilamiz. O'sha eskicha Mers, просто nastroykalari kuchaytirilgan hamda yurishlari o'zgargan do'stlar. Hozir rezultatlarni ham ko'rsataman hozir ko'zinglar oldida do'stlar. Juda ham razyorlar tez. Smartdan boshqa любой yutadi, chunki Smart vesimini 2 barobar yengil do'stlar pashti. Smart chetda o'zi ham. Smart keyin yana bitta poya mashinasi bor edi, sportkar. O'sha ikkita mashinadan boshqa любой yutadi do'stlar, garantiya. Xo'sh, unday bo'lsa ham bunday qilamiz, dragi. Sibros qilamiz do'stlar. Sibros. Ketdik. Hoppa, mana to'xtatamiz. Xo'sh, 1 sekundda 0 dan 100 gacha do'stlar. 1.4 mil esa 6 sekund do'stlar. Aslida ancha tez keladimi? Hozir sizlarga ko'rsataman do'stlar, ancha tez kelishini. Xo'sh, bunday qilamiz, onlayn kiramiz. O'zbek server qilib qo'yaveramiz mayli do'stlar. Racing kartaga kiramiz. Ancha aqlli do'stlar bu mashina, sizlar o'ylaganingizdan. Xo'sh, video kanalimizda video anchadan beri bo'lmadi do'stlar. Mana ishim ko'payib ketdi, o'sha uchun anchadan beri kanalimizda video bo'lgani yo'q. Xo'sh, o'zi odam o'n qarang, race karta tam o'ynamaydi-da do'stlar, o'zbeklarda, o'sha uchun ancha aktiv past sust. Xo'sh, bunday qilamiz. Keyin yangiliklardan do'stlar, car parking chitlarni to'g'riladi. Endi Termux, keng qilish, ID qilish hech qaysi ishlamaydi do'stlar. Keng qilish hozircha ishlab turibdi-yu, lekin uni ham to'g'rilaydi yaqinda do'stlar. O'sha uchun keng qilib olgan, ID to'g'rilab olganlar omadli bolalarni qatoriga kiradi do'stlar. Endi Termux umuman ishlamaydi do'stlar, faqat keng qilish ishlaydi. Xo'sh, bunaqa joylar sizlar life hack do'stlar. FPS qancha baland bo'lsa, shuncha ehtimoli ko'p do'stlar. O'sha uchun men dakansa tushirasizlar, men ularni ko'tarasizlar agar telefoninglar kuchli bo'lsa. Buni men bilan tushirib tashlaysizlar do'stlar. Mana shunday qilsanglar, buni ham tushirasizlar. Men telefonimiz 120 FPS ochadi, lekin hozir telefon qizib turibdi, o'sha uchun 60 ga tushib qoldi. Bo'lmasa tek 120, o'sha uchun ham tezroq ham yuradi bizning mashinam, shunga ham farq qiladi do'stlar, razlisa bor. Nimani qabul qilib qo'yamiz o'zani. Xo'sh, hech narsa ko'rinmayapti, bari FPS ham ko'tarilmadi do'stlar. Xo'sh do'stlar, hozir mana podpisчигimni ham ko'rib qoldim, Storm degan. Bilmadim taniymanmi yo'qmi. YouTuber bor edi, Storm degan, oldin tanishdim do'stlar. Xo'sh, hozir poyga o'ynaman, ko'rsataman sizlarga, telefon qotib turibdi lekin.
Billa, chiqib ketdi. Men unga zo'r mashinangni olib ketganim yo'q bo'lsam, tezroq vaqtim tejalsin dedimda. Ha, ketdik, mana shu bilan bosishamiz. 402. Ketdik do'stlar, hozir tashlashamiz shu bilan. Internetinglar qancha kuchli bo'lsa, telefoninglar FPS necha otsa, o'shancha mashinanglar tez yuradi do'stlar. O'shanga ham bog'liq do'stlar. Mana do'stlar ko'rib turgan Golf qolib ketdi. Golf eng zo'rlaridan bilsanglar. Xo'sh, 602 do'stlar, ko'rib turganinglarda buni tezlashtirsa bo'ladi. Hozir tezlashtirib ko'rsataman sizlarga. Buni tezlashtirish uchun devorga qarab gazlab turamiz. Hozir tayyor bo'lsa aytaman. Illoy. Qabul qil. 402. Ketdik do'stlar, mana endi tezroq yurish aniq 100 so'z yana aytib beraman sizlarga. Balon ham sovib ketdi o'zi. Xo'sh. Menimcha 6:1larda kelsa kerak. Rekordi 6:00 edi. Mana do'stlar yana bitta 6:00 do'stlar ko'rib turganinglardek. Xo'sh, mashinamiz shulardan iborat. Ko'rib turganinglardek. 300 HP. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin 300 HP. Hech narsa qo'yilmagan do'stlar. Xo'sh, hammaga rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Sizlarga qiziq bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, boshinglar omon bo'lsin.